Hozirgi darsimiz qisqa vaqtda vinyetka terish haqida bo'ladi. Uning uchun birinchi o'rinda vinyetkani ochib olamiz. Mana bu yerda bitiruvchi Twix ikki taraflik, mana bu birinchi ustoz hamda hayot bog'cha uchun shablonlar bor. Hozir shularga qisqa vaqtda vinyetkaga montaj qilib ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda tartib bo'yicha mana vinyetkadan boshlasak, Photoshopni ochib olamiz birinchi bo'lib. Vinyetkaga yozib tashlanadigan rasmlar mana. Birinchi o'rinda qarang. O'quvchi rasmini bir dona olganman, o'qituvchining rasmini bir dona olganman. Dastur yetmagan rasmni o'zidan qo'shaman, estakni bir dona olganman. O'zi aslida bulardan ko'proq bo'lishi kerakdir. Srochni bo'lgancha sizlarga bir dona rasm misolida ko'rsataman. Mana shahnozani oldim. Qiladigan ish birinchi o'rinda F11 deb bosib, bu yerga rasm tashlayman-da. Shablonni boshlaymiz. Mana 828 tashlayman. Birinchi qiladigan ishimiz, masalan, o'quvchilar ramkaga solib chiqish bo'ladi. Ctrl-keyni bosamiz. 828 tanlaymiz. Ramka kattani tanlab, masalan, 2 qilib bu yerda. Kattacha. Cho'sida mana R files papka tanlangan C distagi. Kitobni bosamiz. O'quvchi rasmini tashlab olamiz. Mana shaklni tashlaymiz bo'ldi. Bu ketdi. Ikkinchi qiladigan ishimiz, o'qituvchi rasmini tashlaymiz. F11 o'qituvchini tashlab, Ctrl-K 818 dan ustoz katta. Ketdi. Keyingisini tashlaymiz. Istalik F11 tashladik. Endi yana 828 ramka katta. Agar hozir 10 ta rasm bo'lsa, har birini shunday bitta-bitta tashlab chiqadi. Hozir bir dona rasm misolida ko'rsataman. Ketdi. Endi xuddi shunday shablon terish kerak deyapti. Birinchi o'rinda qiladigan narsamiz mana bu uddatga qo'yamiz. Portret rasm tashlab olamiz. Ctrl-G. Qiladigan asosiy ishimiz Toshkent shahri, masalan, 110-maktab, 11-dars sinf. Bo'ldi. Endi F12 ni bosib, mana bular papkasi tashlab olamiz bitiruvchining ichiga. Saqlanib qolamiz. Endi xuddi shunday ramkada o'zida terish kerak deyapmiz. Mana tayyor shu tursa terish kerak bo'ldi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz gruppalar joylashtirib chiqamiz. O'chiramiz gruppa qo'ydi. Mana gruppa qo'ydi. Shuni kopiya qilib F11 ni bosib, ketdi F2 ni bosamiz. Birda ikkitadan terib beradi. Ketdi. Qanday bu bit tayyor. Keyingi bitga o'tamiz. Bunisi istalik hada o'qituvchilar rasmlari ekan. Birinchi o'rinda istaklar terib olaylik. Masalan, istal bu yoqda 8 ta tepa 5 ta o'qituvchi ekan. Birinchi o'rinda yana F2 ni bosamiz. Mana rasm tashladi. Yerga tashlab olamiz. Ctrl-J, Ctrl-G qilib orqada qolgan layerda kichikcha olamiz. Teparoq chiqaramiz. 26 yozamiz. Bir taraf tayyor. Keyingisi 8 talik F8 ni bosamiz. Ketdi mana. O'zi o'qituvchilarga hali termasi kerakmi? Gruppalar termagancha shunday bo'lsa ham birdan o'qituvchini terib ketaman. O'sha kopiya qilib olamiz. F11 o'qituvchini teramiz. Ketdi. Ustoz 5 talik. 5 ta bilan ustozi. Ketdi. 5 ta ustozga qo'yamiz. Ok. Ikki taglab setramiz. Buni setam direkt o'ta balandroq o'tiradi. Ketdik setramiz. Joylash Ctrl-J, Ctrl-G qilib, yana layer'imda tortamiz pastga qarab. Mana bu bit tayyor. Buni yoqamiz. Keyingi bitga o'tamiz. O'quvchilar ekan. O'quvchilar o'chirib tashlaymiz. O'quvchilar rasmi terilgani qaniydi? Shuni kopiya qilib ketdi. Masalan, 32 talik o'quvchi kattaga qo'yib beramiz. Shuni kopiya qilib yoqqa tashlaymiz. Masalan, oxirida o'quvchi bitta ko'p bo'lsa o'chirib qo'yamiz. Tayyor bu. Bu bitdan tayyor. Keyingisi asosiylar bilan istaliklar o'z 1, 2, 3, 4 talik bo'lishi mana bit kerak emas. Buni belgilar o'chirilmas ekan, mana buni o'zimiz o'chiramiz. Keyin qiladigan ishimizni kopiya qilamiz.
F5 ni bosamiz. Mana. Keyin ketil F5 ni bosamiz. Masalan. Mana. Mana venetkamız teri bo'ldik. Tayyor hammasi. Keyingisi TX ga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz, masalan, mana venetkan yuzi bo'lsa, ko'pincha venetkan yuziga nom o'qigan joylar yoziladi yoki boshqa tushgan rasmi qo'yiladi. Shuning uchun oddiygina qilib, masalan, yuzini bir tarafi 20-30 bo'ladi. 20 kesib qo'yib, saqlantirib qo'yaman. Bu chap tarafi deylik yuzini. Endi o'ng tarafini taxlash kerak deyapti. Ekranimizda masalan mana bu o'chirib. Mana bu o'ngga o'tib kesib olamiz ketish. Meniki olib tashlab. Masalan, beteru deb yozib. Ya o'ziga yoqqanda bir taxlab olasizda. Misol uchun qilib yozyapman. Nol bir ikki bo'ldi. Masalan, mana uni 0,1 deb chap o'ngini. Bitta 0,100 deb tashlab qo'ydik. Endigi qiladigan ishimiz masalan ichidan boshlaymiz. 832 ni action tashlab oldik. Birinchi qiladigan ishimiz o'quvchi ramka solib chiqish masalan esdalik turibdi ekan. Telefon bir bosamiz, esdalik tashlab, ketilkaga kirib, shu 832 mi, 832 ni bosib, ramka katta qo'yib olib bosamiz. Ketdi. Keyingisi o'quvchi rasmi F11 tashlaymiz. Ketilka 832 ism katta. Okni bosamiz. Ismini yozib olamiz, katta kichik olamiz. Ketdi. Keyingisi ustoz ekan yana F11 tashlaymiz. Ketilka 832 ustoz kattasiga qo'yamiz. Venetkan tayyor. Endi F12 ni bosamiz. Ramka solib chiqqanlarni buncha tashlaymiz. Endi qiladigan ishimiz birinchi o'rinda ichidagi portret rasmiga rasm qo'yib olamiz. Ismi to'g'ri ekan, Shahnoza o'tirsin. Keyingi qiladigan ishimiz, demak, o'qituvchilar terishimiz kerak ekan. Tepadan hozir F11 ketdi. Ustoz. Eshitasiz masalan. Ketdi. Ustozini ham terib oldik. Ular ustida tergandan keyin bitta mana layerga kirib, papka qo'ydik. Bunaqamiz. Keyingisi esdaligini terib olamiz. F11 o'chirib 6 tablik bor edi gruppa enigida. Xolos F6 qilib yozish kerak buni qo'ydik. Har safar bosib tanlayotgandan ko'ra. Kichikamiz tayyor. O'z avtomatik o'tgan bular. Birinchi beti tayyor, ikkinchi betiga o'tamiz, ikkinchi beti. O'zi gruppalar birinchi terishimiz kerak edi, o'quvchilar keyingi betga terishimiz kerak. O'rtada bo'lsa ham betlari, shunday bo'lsa tartib bilan ko'rsatib ketaman. Kamroq bo'lardi o'shanda. Ketdi 32 talik. 32 talik o'quvchi ketdi deb o'ylaymiz. Deb o'yladik, o'shirib, shuni kopya qilamiz deb tashlaymiz tayyor. Tepa belgilamay qoldi. Tepaga keltirildi. Mana bu tayyor. Buni kopya qilamiz. Bu ekran kichiktiramiz masalan. Mana bu beti ham tayyor. Keyingi istalinglar ekan. Istalinglarni terish uchun yana gruppaga o'tamiz. F11 tashladik. Masalan, F5 bilan bir taraf terishimiz mumkin. Yoki
rasm gruppaga kamroq bo'lsa shuncha Ctrl Shift F11 ni bosib qo'yamiz. Mana hozir. Buni yopmayapman hozir. Buni yopish kerak edi. Boshni terib beramiz. Mana tayyor. Ikkisi bir taraf tayyor. Endi nariyog'ini terishni boshlaymiz. Nariyog'ini terish uchun orqa fonni uchov, bu yoq ham teskarisiga to'g'ri tushish uchun lozim adashmaslik uchun zaratga boshlaymiz. 02 chap tomon. Ochib tashlaymizda, uchovni yana dasturib tashlab olib ketdi. Birinchi mana bundan boshlaymiz. Masalan, ketdi mana endi olib tashlab 20 kesib olamizda. Masalan, birinchi lesga ikkita venki teriladi, ikkitaligi. Mana terildi. Saqlanib keltirib, ketishisi bilan 0 chiqib 10 tomon deb tayyor. Buni yapamiz. Keyingisi o'quvchilar turgan betni o'chirib qo'ygan hamma narsa faqat fon qolsin. Buni kesib olamiz, Ctrl Shift bosib, keyingisi institga 3 talik bor edi, adashmasam. Mana yoptiraylik. Tish qolsin. 3 talik terish kerak mana. Yo'q, masalan. O'chiraylik. Institga 3 talik edi mana. Chechalik masalan, sochga kichaytirishimiz mumkin. Ketdi, mana joylashdi. Buni teshishni qilib, o'ng tarafga keyingisiga o'tamiz. Shunday portret rasm tarafini olaylik, masalan. On qoladi, Ctrl Shift qilib. Keyingisi 5 talik edi, masalan. Bo'ldi, benki tayyor. Mana bu yuzi, bu chap tarafi, mana bu o'ng tarafi tekisam tayyor. Keyingisiga o'tamiz. Birinchi ustozga terish kerak. Qarang, shablonda ikki xili bor. Bitta mana bunday fon qo'yilgani bor, o'zini tabiiy. Keyin mana o'zini tabiiy fonda tushgani bor. Bittasi tanlashga biz mana buni tanladik. Ketdi, endi bular orqasi fon qo'yish kerak. Ikkita o'qituvchi, bitta o'qituvchi, bitta o'quvchi bu yerda. Birinchi qiladigan ishimiz saytga o'tib olamiz. Rasmni tashlaymiz. Bu saytga farqi 40 ta bo'lam, 50 ta bo'lam, shuni rasm tashlaysiz. Masalan, o'quvchilar yakkaligi, papkasi shu turda tashlaysiz. Hammasi juda qisqa vaqtda kesib beradi. Ko'chirib olamiz. Tashlaymiz. So'zchan qo'yib oldim. Endigi qiladigan ishimiz ming degan action'ni dasturga tashlaymiz. Tashlab oldik. O'quvchining rasm masalan iPhone bo'lib bosdik. Ctrlga mingga o'tamiz. Ism katta bosamiz. O'quvchi rasmi tushadi. Aziza. Keyingisi o'qituvchi iPhone 1. Ctrlga mingni bosamiz, ustoz katta. Masalan, o'qituvchi lavozimi yozilmagan bo'lsa, bu yerda avtomatik ism rahbari yozadi. Keyingisi gruppaga qoladi. Gruppaga F11 ni bosamiz. Ctrlga ming ramka katta. Tashlab olamiz. Bo'ldi, tayyor. F12 izzat qilib tashlab olamiz. Ketdi. Endi montaj qilishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerga o'quvchilarni tashlab olamiz. Ismi kim ekan? Aziz degan kopiya qilib beradi. Aziz deb yozaman. Masalan, birinchi sinf bu Toshkent shahri 125-maktab bo'ldi. Buni o'chiramiz. Bu gruppaga terishni boshlaymiz. Mana rasmni F12 ni bosib F2. Bu original tashlab olibdi. Zaramka qilib tashlashimiz kerak deyman. Mana tashlashimiz kerak edi. Kopiya qilamiz. F11 o'chirib buni tashlaymiz. Ketdi F2. Bu yo'q yopildi.
Keyingisi berga o'qituvchi rasm kattaroq terish kerak ekan mana. O'qituvchi rasmini tashlab, berga balkim boshqa rasm qo'yinglar. Masalan, o'qituvchi 2 xil tushgan. Deylik, bittasini gap qo'yamiz rasmni. Bitirilgan qilib. Asl familiyasi shudirda. Mana o'quv yili qo'ygan, buni o'chirib hozir futbol bo'lsa, deb ko'rib turibdim. Berga 2 talik ekan. Ketdi, mana gruppa terdik bergan 2 talik. Agar mana haykalcha to'sbos o'chirib tashlaylik buni. Keyingi o'tamiz. Keyingi biz o'quvchilar rasmini terilgan bitta ekan. O'chirib tashladik. To'pga qilib futbolda bosib start qilib ketdi. 32 talik. 32 tagacha o'quvchi katta. O'qituvchidan terish kerak aytgancha. Qolib ketmasa aytgancha. F1 0.1 qo'yamiz, o'quvchi 0.2 qo'yamiz. Ketdi endi o'quvchi va masalan ustoz kattaga teraylik, o'quvchi soni kamroq ekan. Bosamiz. Bu yer oxirida o'quvchi yo'q ekan, 25 ta bola deydi. Start qilamiz. Bosib, oldinga chiqaramiz. Mana bu video tayyor. Keyingisiga o'tamiz. Istaliklar. Bir tartibda bir tartibda ishlaydi. Tersini o'chirib, buni tashlab eshikni bosamiz. Yopib, eshikni bosamiz. Tashlaymiz, kitobcha aytamiz. Mana bu endi tayyor. Keyingisiga o'tamiz. Bog'chaniki. Bog'chada ham shunaqa bor, qarang, bitta o'zini foni bor, orqa foni, shablon fon, bitta tabiiy fonlikka tushgan. Tabiiy fonlikni o'chirib, endi bunga terishimiz kerak ekan. Bunga terishimiz kerak bo'lsa, bunga ham boyaga kesilgan rasmni qarz olamiz. Mana media shuni kopiya qilib, buni tashlab o'chirib tashlaveramiz. Ketdi. Qo'y. Bismillah, yeri to'g'ri. Toshkent shahri 170 ketdi. Endi qilishimiz bularda mana 1270 degan ramkani tayyorlab oldik. Birinchi qilishimiz o'quvchilar ramka topib chiqadi. F1. O'zbekda ko'p o'quvchimiz kelib, bittadan tashlab ko'rsatyapman. Ism katta ketdi, ok. Bog'cha fasi. F1 ishlab keltirilgan. Iloji bo'lsa, boyagi sinf rahbari deb yozmaydi, bog'cha opaga tarbiyachi deb qo'yilishini. Davomga lavozim yozib qo'yish yaxshi iloji boricha. Ketdi 1270 ustoz katta. Ketdi endi istalik. Telefonda ketirilka 1270 ramka katta. Ketdi telefonga bosamiz. Buni zat qilib berib tashlaymiz. Endi qilinayishimiz. Buni o'chirib, birinchi o'ringa gruppa o'ylab terib olaylik. Tezroq bo'lishini izdan chiqadi. Birinchi o'ringa gruppa o'ylab terib olish kerak. Ketdi efektga. Shu misolda ko'rsataman sizlarga mana. Bu bitta. Keyingi varaqaga o'tamiz. Bu yog'ini teramiz. Ikkita gruppa, bu yoqda 6 ta gruppa, ustozlar ham bor ekan. Endiga shuni keyingi gruppa F1 tayyorlangan efektga
Bittasi ikkita ekan. Bittasi 6 ta. Orqaga o'tkazamiz. Tekst o'qituvchi javoblarni saqlanib qilamiz. Keyingiga o'tamiz. Mana bunisi oxirgi bet. Kecha shift telefon bor. Tayyor. Gruppalar terib bo'ldik, endi o'qituvchilar terishimiz kerak. Tashlab olamiz. O'qituvchilar shuni kopiya qilib, telefon 1 bosib, tarif qilib ketdi. Alt ustozga qo'yaylik. 1 2 3 4 Mana teri oldik. Bu bit ham tayyor. Endi eng asosiy bit o'quvchilar rasmga o'tamiz. Ketdi. Kopiya qilib telefon 1 bosib start qilamizda. Bu yerdan o'quvchi katta qo'ydik. Bunda mayli bilan o'quvchi o'chiryapmiz. Shu to'sh to'liq qo'yamiz. Shu yerga kopiya qilib hissiyat boramiz. Kopiya qilib mana tayyor to'rttasini ham. Endi uni egallab ko'rsatish uchun birinchi qiladigan ishimiz mana hammasini belgilaymiz montaj qilganimizda. Getir shift olib mana saqlanib qiladi, bu avtomatik. Telefonniki masalan yoki keyingi ishimiz o'zi avtomatik katta ekranda ochib berish kerak. Hozir ochmadi. Shunday qilib kopiya qilib, JPEG saqlanib qilib, kopiya qilib klientga tashlab beramiz. Hammasini. Tayyor. Siz ham xuddi shunday qilib, mana ventkalarni qisqa vaqtda tayyorlashingiz mumkin.